一个阳光明媚的下午，羊妈妈在孵着她的蛋，做一个大大的蛋，一直孵不出来，她不知道怎么办。直到过了几天，那个蛋才开始慢慢的裂开，钻出来的小鸭子却把羊妈妈的嘴差点吓歪。其他的小鸭子都觉得太黑，妈妈的臭到家。牛干马大有大嘴巴，谁给个起？ xitoyliklarda shakarli narsalar juda ham kam ishlatiladi. Lekin ayniqsa yosh bolalar temasida aytiladigan bo'lsa, yosh bolalarga shirinliklar, shakarli narsalar umuman berilmaydi. Konfet, shokoladni umuman berilmaydi. Masalan, madaniyat haqida gapiradigan bo'lsak, yosh kattalarga hurmat haqida gapirib o'tib ketsak ham bo'ladi. Chunki mana Xitoyda ko'p ko'ramiz, yoshlarga va qariyalarga hurmat katta. Yoshlarga kattalarni hurmat qil, kichkinalarni izzat qil degan maqolni Xitoyda ham ko'p ko'ramiz. Juda ham to'g'ri aytdingiz, chunki men ko'pincha endi O'zbekistonda yashaganimizda ham ruslarni ko'p kuzatardim-da. Bularda endi bilmadim, bir kun bir taksichi aytgani, bularni qarigani yaxshi bo'lmaydi dedi-da. Keyin nima bunaqa deyapti desam, rostdan shunaqa bilmadim, qariganida ota-onasiga yaxshi qaramaydi degan ma'noda aytdi-da. Chunki ko'pchilik rus ayollar yoki endi bir millatni yomonlash emas, shunaqa bo'lgan hodisalar haqida aytib o'tib ketsak-da, ko'rganlarimiz o'shanday taqqoslab aytib ketayotganda, qaraganda hech kim qaramaydi, o'zi individual bo'lib shunday qolib ketadi ko'proq deb aytsaga suyanib. Pensiyaga suyanib shunaqa qoladi deb. Lekin Xitoyda unaqa emas. O'zbeklarga juda ham o'xshab ketadigan odati, qariyalarga ko'pincha juda ham hurmat qilishadi. Masalan, 80-90 yoshdagi amakilarni, o'sha buvalarnikiga ham borib, doimiy o'shalar bilan gaplashib, hurmat qilib, rasmga tushib, gaplashib o'tirishadi, xursand qilib. O'shanday har bayramlarda ham, uyida ham juda ham yaxshi qarab shunaqa qilishadi, uydagilari hamda. O'sha qariya bilan yashashadi o'sha joyda. Juda ham o'xshash narsalarimiz ko'pda. Masalan, bir xil odamlar bular dini yo'q, bunaqa emas-ku degan gaplar ham bo'lishi mumkin, lekin u yer dinni aloqasi yo'q-da. Madaniyat shunaqasiga shakllanib kelgan. O'shaning uchun hurmat faqat dinga bog'liq emas ekan deb tushunib yetdim-da. O'zim ko'zim bilan ko'rganimdan keyin o'shanda oilalarda o'sha qariyalar hozirgacha shunaqa yashab yurishibdi. Qariyalar keyin ko'pincha o'ziga ham yaxshi qaraydi bu yerda. Masalan, sport bilan shug'ullanadigan ham ko'p. Ko'pincha ko'rsangiz ko'chada, masalan, o'sha qariya ayollar ko'proq, erkaklar ham ba'zida, lekin ayollar ko'proq o'zini maxsus raqslari bor. O'shanaqa kolonkaga o'xshagan narsa qo'yishadi, ko'chalarda raqsga tushib turishadi. O'zini milliy raqslar bu hukumat tomonidan yaratilgan loyiha bo'lgan o'zi aslida. Keyin targ'ibot juda ham kuchli bo'lgan. Hozirgacha ko'p joylarda o'shani targ'ib qilishadi, qanday qilib ko'chada raqsga tushib, hobbi deydi. Juda ham zo'r deb o'ylayman. Ham bir tarafdan fitness bo'lib turadi, shug'ullanib turadi. O'sha shug'ullanib turishgandan keyin sog'lom bo'lasiz-da. Keyin ko'pchilik qariyalarda qarayman, ertalab sabzavot ko'tarib ketaveradi-da. Eng kamida mana qanaqa brokkolimi, yana mana o'shanga o'xshagan sabzavotlar ko'p turdagini olib ketib, fresh olib ketishadi. Ya'ni o'sha nima deydi, kunlik bo'ladi-yu. O'shani yangisini olib borishadi, o'shandan sho'rva yoki o'shanday qaynatib yoki o'sha sabzavotlarni yeyishadi. Bu degani o'ziga yaxshi qaraydi-da. Ko'p bo'kib ovqat yemaydi degan. Normalniy o'shanday yengilroq yeb, o'ziga juda ham yaxshi qarab yurishadi. To'g'ri. Deyarli men bilgan Xitoyliklarda, oilalarda barchasida qariyalarga juda ham yaxshi qaraladi. Shuning uchun siz aytganingizdek, ular mentally nima deydi, stabilniy bo'lgandan keyin shu o'zlariga vaqt ajratishadi, jismoniy faol, ertalab turib magazinlarga borib kelishadi. Qariya chol va kampirlarni ko'raman, ertalab chiqib ketishadi, uzoq bo'lsa ham supermarketga peshkom yurib borishadi. Narsalarni olib qaytib kelishadi. O'shanda keyin ertalabki gimnastika bilan ham juda ko'p shug'ullanadi. Ba'zida mana shu kung-fuga o'xshagan anavlarni qilib turishadi. Ertalab turib, keyin yoshlar ham o'shanga qo'shilib, qiladiganlarni ham ko'rganman. Mana shu ertalabki gimnastikalarni. Bular ham qariyalarga juda ham muhim. Keyin hukumat ham o'sha raqsga tushish hobbilarini yaratib qo'ygan, undan ham yaxshi deb o'ylayman. Targ'ib qilinishida. Bitta sababi deb o'ylayman, Xitoyda o'zi shunaqa juda ham rivojlangan. Masalan, ota-ona
barcha investitsiyasini bolasiga qiladi. Keyin bolasi kattargandan keyin u o'zini bolalariga qiladi. Lekin shuni ham bilib turadi, ota-onasi u uchun qancha narsa sacrifice qilgandi. Shuning uchun ham deb o'ylayman, o'zida bo'lib turgan yaxshi hayotni qayerdan kelganini bilib, to'xtatib qo'ymaydi. Hurmatni qaytarib ota-onasiga. Bu o'sha madaniyatni tushunib yetganligidan aytganingizdek, chunki bu dinga yoki boshqa narsaga bog'liq emas. O'sha ota-onasi sacrifice, ya'ni bor budini o'shanga tikib katta qilgan, umrini bag'ishlab, keyin o'sha qilingan mehnatni bari tushunib yetib turadi. Natijalar ko'rinib turadi. O'shanday. O'zi siz bilan bitta temada gaplashgandik, maktabda studentlarga videolar qo'yib berilgan edi. Ota-onasi qanchalik mehnat qilib, pul topib, ularda shu maktab kiyimlarini, oziq-ovqatni olib beradiganlar. O'shani yaxshi aytdingiz, o'sha videosini ham qo'yib borishga harakat qilamiz. Chunki o'sha videoni ko'rganimda o'zim ham ta'sirlanganim. Maktab o'quvchilariga ota-onasini qanchalik qiynalib ishlab pul topayotganligini, ba'zi bir odamlar zavodda narsa tashiyotganligini, o'shanga o'xshash qiyinchilik, mehnatlar bilan pul topayotganligini videolarini qo'yib ko'rsatyapti. Bu ham menimcha yaxshi yo'l deb o'ylayman. Chunki shunaqa targ'ibot ko'rsatgandan keyin bola ham ota-onam ham pulni ko'chadan supurib kelmayapti. Bu hayot oson emas ekan degan narsalar bilmadim. Yoshlikdan tushungan yaxshiroq qanaqadir. Endi bilmadim, bu chunki erkin fikr, hamma har xil fikr bo'lishi mumkin. Men shaxsiy fikrim qanaqadir foydali deb o'yladim. O'shanda jarayonlarni yoshlikdan tushunib yetganligini. Haqiqatdan o'sha aytganimizdek, farzandlar ota-onasi yaratib bergan shu sharoitlarni ko'rib, ular olgan actionlarni ko'rib, nima deydi, haqiqatdan juda ham qattiq harakat oson kelmaganligini tushunib yetib, keyin ular qariganda ham shunga yarasha hurmatlarini joyiga qo'yib, men bilgan xitoyliklar shunaqa qilishadi, balki ba'zi bir xitoyliklar bunaqa qilishmas, lekin o'rtacha oilalarda oladigan bo'lsak, barchasi ota-onasiga, qariyalarga juda ham katta e'tiborda. Masalan, ba'zida ko'ramiz, xitoyliklar umri juda ham faolligi uchun umri uzoq. Masalan, bitta oilani olib qaraydigan bo'lsak, er-xotin уже 30-40 ga kirgan bo'lsa, ularda onasi yoki otasi hali ham tirik bo'lishi mumkin. Siz aytgandek, shu 80-90 ga kirib qolgan, hech narsa qila olmaydi, lekin shunda ham bitta отдельно odam olib, har doim 24 soat oldida qarab yurib, shunaqa. O'sha aytganingizdek, ko'pchilik oilalarda mana shunaqa qiladi. O'sha odam olib, ana u deganingiz 80-90 ga kirishi ham bu o'sha yaxshi rutinda ovqatlanish, keyin ko'p juda ham yog' narsa yemaydi, sabzavotga o'shanaqa narsani ko'p yeyishi, bular juda ham muhimda. Bularda ko'p non yemaydi, faqat guruch yeydi, sabzavotli narsalar. Eng kulturada yoqadigan narsalardan yana biri o'sha juda ham ko'p suv ichishi yoki ko'k choy ichishini. Ko'pchilikni ko'raman men, 40 dan oshgandan keyin butilnichnikda olib yurishadi o'zi bilan, o'sha butilkasida suv, choy olib yurishadi. Doimiy choy olib yuradi. O'sha 40 largacha bo'lgan odamlar, ko'pchilik yoshlar suv butilka bilan katta bo'ladi. Chunki o'zi yaqinda ham statistikaga qaraganimda ham, agar juda ham yetarlicha suv ichib tursangiz, hydration bo'lib turadi, badaningizda namlanib turadi. Birinchidan teriga yaxshi, ikkinchidan miya faoliyati tez ishlab turadi o'sha suv ichib turganingizda. Bu odat sifatida shakllanib kirib kelganda RH shwe deydi o'shanda. HR shwe deydi o'shanda. Suv ko'proq ichish degan ma'noda. Keyin buni yana bitta mavzuga bog'laydigan bo'lsam, masalan, bizdagi O'zbekistondagi ba'zi bir muammolardan biri deb o'ylayman. Masalan, doktorga borsangiz, shamollagan bo'lsangiz, sizga antibiotik yozib beradi. Antibiotik yozib bergandan keyin men seni 3 kunda oyoqqa turg'izib yuboraman deydi o'sha anonda. Nima deydi? O'sha kasallik, tomog'ing og'riganligi hammasi yo'qib ketadi. Chunki oddiy antibiotiklar pensilindan boshlanadi, adashmasam. O'sha pensilindan boshlanadi, kuchayib ketaveradi. Sizga eng kuchlisini yozib bergandan keyin pensilinga o'xshagan oddiylarni olsangiz, menimcha sizga ta'sir qilmaydi-da bu narsalar. O'shaning uchun lekin Xitoyda shunaqa holatlar bo'lganda, bularda ukol narsalar ko'pincha ishlatilmaydi, juda ham kam ishlatiladi. Shaxsan o'zimda
6 yildan beri hech qanaqa antibiotik hech narsa olinmaganda. Faqat mana shunaqa shamollash bo'ladi. Qanaqa davolaysizda? Ko'proq suv ichasiz, vaqtida ovqatlanasiz, vanna qilasiz. Mana shunaqa prosta o'tib ketadi. Chunki bir marta mana shunaqa hodisa bo'lgandi realniy hayotimda. Birinchi marta kelganimda Xitoyga mana shunaqa hodisaga duch kelganman. Xitoy tili o'qituvchimiz kasal bo'lib qoldi. Kasal bo'lib qolgandan keyin endi bizda guruhimiz uchun maxsus chat ochganman, Telegramga o'xshagan, faqat WeChatdagisida. Shu guruh ochib qo'yibdi, ikkita o'qituvchi gaplashyapti-da. Kasal bo'lib qolgan o'qituvchimiz, bugun kasal bo'lib qoldim. Men bora olmayman. Joyimga boshqa o'qituvchi o'tib turadi dedi. Keyin o'sha o'tib turadigan o'qituvchi chatda yozyapti. Ko'proq issiq suv iching va yotib dam oling dedi. Keyin birdan xayolimga qildi. Bu dori iching demadi. Unga nima deydi, больницаga boring, ukol olib keling demadi. Unaqa narsalar aytmadi-da. Issiq suvda nima foydasi bor? Suv ichgan bilan qanaqa odam tuzalib ketishi mumkin? Yotavergan bilan. Keyin bir kuni gaplashib so'rasam, xitoylikdan aytadi. Bunaqa shamollashga o'xshagan kasallikda o'zingning immuniteting o'sha bilan kurashib, o'zi yengib chiqish kerak. O'shani yengib chiqqandan keyin senga bunaqa antibiotik narsalar kerak bo'lmaydi. O'shaning uchun suv qilganda qonni yuvib turadi degan, o'sha virusni chiqarib tashlaydi. Immuniteting o'zi o'shanga qarshi. Aristotel bitta gapi bor. Yeydigan ovqatingda dori qilgan, dori darmoningda ovqat qilgan degan narsasi bor. Bu degani nima yeyapsan, sog' nima deydi, tabiiy narsalarni yegan, o'sha narsa senga dori darmon bo'lsin. Xitoyliklarda shakarli narsalar juda ham kam ishlatiladi. Keyin ayniqsa yosh bolalar temasida aytiladigan bo'lsa, yosh bolalarga shirinliklar, shakarli narsalar umuman berilmaydi. Konfet, shokoladni umuman berilmaydi. Bunaqa narsalarni rutindan olib tashlagan. Chunki juda ham qattiq nazorat qilishadi bunga. Lekin mana ko'proq sut berish, pechenyelar berish mumkin. Lekin shokolad, konfet, shakarli narsalar juda ham kam beriladi. Chunki tishi haqida juda ham qayg'urishadi deb o'ylayman. O'shanga любой odam ham e'tibor beradigan bo'lsa, o'shani rutiningizdan olib tashlasangiz, yegandan agar yesangiz ham yaxshilab tishingizni yuvmasangiz, yana $1200, $700, $800ga tishingizni almashtirib yotmaysiz. Chunki shaxsan o'zimga masalan Xitoyda shu ikkita plomba qo'ydirdim, $700 bo'ldi. Shuncha pul sarflaganingizdan keyin umuman tishingiz haqida qattiq o'ylaydigan bo'lib qolasiz. Kuniga 5 mahal yuvasiz. 5 mahal yuvasiz-da keyin. Shunaqa aytganingizdek, bularda shu narsalarga juda ham e'tibor beradi. Sabzavot har doim bularning rutinada. Ko'pincha xitoylik oilalar bilan ko'rganimda ham, ko'pchilikni tashrif buyursam, o'rtoqlarimga ham doimiy o'shanaqa ovqatlarda sabzavotlar juda ham ko'pda. O'shanaqa narsa ko'p yeyish kerak, sabzavot ko'p yeyish kerak, ko'proq suv ichish kerak. Bolaga ham aytib turishadi. O'shanaqa yoshligidan ko'p suv ich, keyin ko'p anaqa suv ichdingmi? Har yarim soatda so'rab turishadi. O'sha suv ichganligini, keyin qorni ochsa ham, o'shani maxsus o'shani shakarsiz, o'shanaqa kukilar, o'shanaqa narsalar berishadi. Ya'ni o'sha pechenyega o'xshagan narsalarni. 南宁不喝酒的没有朋友，主要是这里的酒有300多种的口味，反正只有得一时，得一须尽欢，很多问题的牛角尖我们被使劲钻。罗汉菊你们也能喝啊？